Her minutta 100 qatımdan artıq, bir gündə 200 mingdan artıq insanlar taifəsində namayan bolğan Allah'ın ismi qaysı? Hayatdan zirkivatgan, iş qilayotgan yosh kompyuterning oldiga kelsa, bir o'yinni o'ynasa, 30 soat, 40 soat o'ynayalaydi. Bunda bir ish bor ekan, bunda bir jiddiy haqiqiy bo'lgan bir ish bor ekan, inson endi yana g'aflatdan uyg'onmaslik, yana o'zining kimligini bilmaslik, yana dunyodagi vazifasini bilmay, ko'ngil tortgan ishlarning keyindan minib yashashi. Bugün okuyduğun Allah'ın ismi olsa, insanlar taifisinde her bir minutta 100 qatımdan artıq namayan bolup turadigan, bütün canlıklar taifisinde neçe min, hatta neçe yüz min qatım namayan bolup turadigan bir Allah'ın ismini okuyumuz. İlgirki dersimizden tatip çöndürüp gelgelik. Allah Subhanahu ve Taala'nın isimleri bizning etrafımızda, özümüzde, kainatta, her yerde namayan bolup turadi. Lekin biz insan bolganligimiz üçün unutup qalamiz yoki g'aflatga tushib qalamiz. İnsan degan nima? Ya'ni shu unutuydigan maxluq, g'aflatga tushadigan maxluq. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Kerimni öğretken, şunun için peygamberni öğretken, şunun için peygamberlerin izbasarları bolgan, alimlarni öğretken, davetçilerini çıkargan. Şular arkalı gaflet perdemizni ittirip durumuz. Şular arkalı Allah'ınki namayan bolgan namlarını körümüz, şu arkalı imanımızı güçlendirimiz. Hoşunda olsa her minutta 100 qatımdan artıq, bir günde 200 mingdan artıq insanlar taifəsində namayan bolğan Allah'ın ismi qaysı? El-Qabid. El-Qabid degeni ne gap? Can ağuçi degan gap. Allah Subhanahu ve Taala'nın bir ismi şu ki, can ağuçi. Etrafımızda insanlar ölüp atıdı, canlıklar ölüp atıdı, aşaralar ölüp atıdı. Kim ölüp atıdı? Allah Subhanahu ve Taala El-Qabid süpütülen ölüp atıdı. Şuna biz ölüp kesin deyimiz, kabzruh deyimiz. Kabzruh degan gap qabazadan chiqqan gap. Yani ölüm mu Allah'ınki ismininki bir namayandisi. Lekin biz ölümden qorqimiz. Ölümni sözləşdən qaçımız. Ölümni əsləşdən özümüzni tatimiz. Çünki ölüm qarta tayyorligimiz boş. İmtihanaga tayyorlig'i boş bu adam imtihandan qaçqanga o'xshash. Ölüm qarta tayyorlig'i boş adam ölümden qaçıdı. Vahalanki ölümden qaçış biz ölümden qutuldura olamdı? Qutuldura olmaydı. İnsanninki kelgüsüde 101 diganligini aniq biladigan birdan bir işi ölüm. Ondan başqa hech qanday bir ishninki qanday 101 diganligini bilmaydi. Ammo ölümninki 101 diganligini har bir inson biladi, lekin kelgüsüde cho'qim 101 diganligini biladigan bu ishdan eng bexud yashaydigan inson. İnsan haqiqatan g'aflatga tushgan. Hammamiz o'lib ketganligimizni bilib turibmiz, ammo g'aflatda yashaymiz, o'ylamay yashaymiz. Vaholanki aqlli inson degan o'lib ketgandan keyin o'ylash kerak. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi, eng aqlli mu'min o'limni eng ko'p eslagan mu'min deydi. Çünkü ölümni eslagan vaqtda uning qarta tayyorlik bo'ladi. Alloh taolo shu Qur'on Karimda qul la yanfa'ukumul firar. Ölümden qaçishinglar sizlarga hech qanday foyda bermaydi. Ölümden qaçib İstanbulda yetarvay deganda u yerga borib baqinglar. U yerda o'lib qolmaskan bu yerga borib baqinglar. U yerga kirsak o'lib ketamiz deb jiningni saqlab baqinglar. Yana baribir o'lib ketsizlar. Ölümden kaçış yok. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâqikum. İnsanın tabiatida ölümden kaçadigan bir xil tabiat var. Ölümden kaçımız, ölümden qorqimiz. Lekin Alloh taolo deydi, sizlar qaçayotgan ölüm sizlarni cho'qim topadi deydi. Shundaqla aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Sizlar ash yer tarafashga chidamliq deb sog'an binolarda, mustahkam qo'rg'onlarda bo'lsanglarmi, ölüm sizlarni topadi deydi. Hech kim qaçib qutulmaydigan bir ölüm bor ekan. Bu Allohning qabis bilan bu etrafimizda namoyon bo'lib turadi ekan. Buningdan bexud yashash, bu ölüm haqida o'ylanmaslik, uning keyindagi tayyorlik qilmaslik, naqadar aqlsizlik. Bu sheriklar ham o'lib ketimiz shundaq-ku. Tasavvur qilib baqila, hozir men o'lib ketsam, balki hammaning ko'ngli yerim bo'lishi mumkin. To'rlarga chiqib falan o'lib ketib deyishinglar mumkin. Andan keyin mening shu inikimni tangadi. Andan keyin yuydi meni, kipallaydi. Balkim tuqqanlarim yig'laydi, bolalarim yig'laydi. Andan keyin shu namozimni tushirdi. Janozani akinglar, meyitni akinglar deydi. Muhammad Rahimni akinglar demaydi. Ismimizni yo'qaydi. Namozimizni tushirdi. Andan keyin mush yerdagi bolalar hammalar balkim ko'pincha aldırışıp qilishinglar mumkin, ba'zilar berishinglar mumkin, keyindan bir dafna qilib ko'mab qo'ydi. Andan keyin ishlatgan kompyuterimni balki balam ishlatishi mumkin, yo do'stlarim ishlatishi mumkin. Kelgan chapinimni birar tuqqanim men eslab kidib kiyishi mumkin. Pullarim bulab qolsa miros qilib bolalarım o'lishi mumkin. U vaqtda men nerda tuproqning ostida hisob bergil turgan bo'laman. Inson nurg'un narsalarni to'playdi, ammo o'lib ketadi. Tuproqning ostida bedellarimizni qurt qo'ng'izlar ülüşep yeyishkili başlaydı. Ma dünyada yıkkan pullarımızı, kiyimlerimizni, hatta işletken telefonlarımızı başkalar işiltidi. Yani erişken güzellikimiz olsun, pullarımızı hemmisini başkalar ülüşüdü. Bir aygaç eslaydı, 2 aygaç eslaydı. Ballarımız 5 yılgaç esişi mümkün. Ballarımız dua kılışı mümkün. Ballarımızın balları sıkılıp, "Amuşdaq dadamның dadasını biz ötep diken deydi." 100 yılga bağa vaqt içinde bizning ismimizni bildigan bir adam maqamaydı. Qaysinglar bovanglarga duo qilib baqdinglar? Qaysinglar bovanglarning dadasiga duo qilib baqdinglar? Jiq emas 100 yil 150 yildan keyin bolalar. Bizni biladigan hech kim qolmaydi. Xususan men bovamning dadasining ismini bilmayman. Ashuningga o'xshash bizning ismimizni biladigan odam qolmaydi. Faqat bir narsalar bizdan birga qoladi.
O qaysi qilgan yaxshi ishimiz. Allohga aziydigan azroq qilvaga ishimiz bo'lsa, shu biz bilan birga bo'ladi. Onun hammasi vafosiz mushu dunyoda qolib qoladi. Shuning uchun hargiz ma dunyoning g'aflatiga patmayli. Qarab baqadigan bo'lsak, dunyoninki o'yin tamoshasi va mush yoshlar bo'libmi, urg'ib turgan vaqtinglarda sizlarni tatadigan narsalar bor. Bu sizlarning yoshliklarini ko'ydiradigan, sizlarni mas qiladigan narsadan boshqa narsa emas. Esimizda bo'lishi kerak, ma hayot haqiqiy hayot emas. Bu hayotning haqiqiy hayot emas ekanligini sizlar bilasizlar. Masalan, bu yoshlarning hammalardan so'rasam, ma hayotdan qattiq zirkligisizlar. Ichinglar qattiq siqilisizlar. Hatto nurg'unlar mush o'lilish to'g'ri bo'lsa bir ulab bir kessak deytgan bu shundaq datkim tushgan bo'lishinglar mumkin. Ma hayot dal ashundan narsa. Ma dunyoda har yili 700 ming odam o'zini o'ldirib oladi. 700 ming. Bu 700 mingninki 500 mingga yaqini 19 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Hayotdan zirkiyotgan, ish qilayotgan yosh kompyuterning oldiga kelsa, bir o'yinni o'ynasa, 30 soat, 40 soat o'ynay oladi. Shunday emasmi? 2 kun o'ynab baqanlar batım shuni qo'ymay, 2 kunga ozilish mumkin, ha? Nima uchun o'ylab baqinglar? Bir sunniy dunyoda zirikmi bir kun 2 kun o'ynayasizlar. Ma real dunyoda o'ynamaysizlar. Bu yerdan bir narsani chiqaraysizlar sizlar. Sizlar o o'ynagan o'yinlarda xoligan tapanchalarni atalaysizlar. Xoligan kiyimlarni kiyalaysizlar. Xoligan ko'zoynaklarni taqalaysizlar. Yo'ldagi mashinalarni haydab haydayaysizlar. Ya'ni sizlar o hayotda xoligan ishlarni qila olaysizlar. Sunniy hayotda xoligan ishlarni qila olgan bo'lg'achqa, u yerdagi sizlarga 30 soat balkim 1 soatdakmi bilinmasligi mumkin. Ammo ma hayotdagi 1 soatcha nihoyat uzun. Chunki ma hayotda xoligan ishni qila olmaysizlar. Xoligan mashinani haydaymaysizlar. Xoligan kiyimni kiymaysizlar. Demak, bu insonning tabiatida asli valakum ma teştehil enfus deb sifalaydi Allah Taala cennetni. Cennette sizlar xoligan narsalar bor deydi. Ko'ngil tatgan narsalar bor deydi cennetda Allah Taala. Ammo dunyoda inson dunyodan jannatni izlagan vaqtida, ya'ni dunyoda men jannatga o'xshash xoligan narsaga erishsam bo'pti deb o'ylab qolsam, yoshlar hayotdan zirkidi. Xoligan narsaga erishmagandan keyin, orzu qilgan mashinasi olmagandan keyin, orzu qilgan telefonini olmagandan keyin, orzu qilgan uyni, orzu qilgan hayotni yashayamagandan keyin ichi siqiladi. Shuning uchun ma dunyodan jannatni izlamanglar. Ma dunyo xoligan narsaga erishgan jannat emas. Haqiqiy jannatga kirgan vaqtimizda biz xoligan narsaga erishaymiz. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Valakum fiha ma tashtahihil anfus va talazzul a'yun" deydi. Jannatda sizlar xoligan nafsinglar tatgan, ko'zinglarni qamashtirib o'tadigan narsalar bor deydi. Ammo ma dunyoda yo'q. Ma dunyoda jannatga urgandek butun qalbini to'ldirsan bo'pti. Xoligan ishni qilsan bo'pti desang, charchab qolsizlar. Yosh turib hayotdan zirkib, o'lib ketsakmi bo'tgan deb ichinglar siqilishi bekor emas. Sizlar dunyodan jannat izlaganliklaring uchun qalbinglar siqilayotgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda sizlar ma hayotning bir imtihon maydoni ekanligi, vaqtliq turadigan avtobus bekiti ekanligini uqsanglar, andan keyin bizning xoligan narsani yeydigan, xoligan narsani kiydigan, xoligan narsamizni haydaydigan, ya'ni ko'nglimiz tatgan ishni qiladigan ya oxiratga ma dunyo emas ekan deb shuning uchun tayyorlab qilsanglar, andan keyin qalbimizdagi bir aromlik yo'qoladi. Chunki biz o vaqtda yaratilish g'oyamizga mos holda harakat qilgan bo'lamiz. Mayli, yaratilish g'oyamizni bilib yashaylik yoki yaratilish g'oyamizni bexush shaklda yashaylik, Allohning Al-Qobiz, Janna og'uchi degan bu ismi chuqum namoyon bo'ladi. Janna og'andan keyin u vaqtdagi har bir odam qildi, Robbirji'un, ey Robbim, meni bir qaytirib olsang. Chunki menda hisob kitob tugabdi, hisob hammasi taqilib qolibdi. Endi yaxshi chiqqan vaqt tugabdi. Faqat mukofotimizdan kiradigan dunyo ekanmi o? La'alli a'malu solihan. Men ma dunyo qaytib yaxshi qilib olsam degan bu pushaymonni qiladi. Shuning uchun o'lim, ya'ni Alloh taolaning qobiz degan musbat namoyon bo'lib bo'ladigan bu o'lim haqiqiy mu'min uchun bir qutulish, bir jafodan qutulish. Chunki bir mu'min yosh Alloh rozi bo'ldiganda yashayman desa, nurg'un jihatda qisiladi. Nurg'un do'stlarining chetga qilishga uchrashi mumkin. Xato ish qilgan do'stlar sen shuni qilmamsa, yashamamsa, sen erkak emasmi, o'g'il emasmi deb uni har xil shaklda gap qilishi mumkin. Nafsi shunchalik yomon ishlarga ta'at tursimi, uning qarshi mustahkam turishi mumkin. Chunki ma hayotda bizni eziqtiradigan har xil o'yinchiqlar, bizni do'zaxga so'raydigan har xil imtihonlar qo'yilgan. Bundan o'zimizni tutib yashash nihoyat qiyin. Biz o'lgan vaqtimizda, vafot topqimizda hammasi tugaydi. Shunga bir mu'min uchun o'lim qutulish. Ammo ma dunyodan jannat izlab, men mushu dunyoda ko'nglim tatqa ishni qilsam bo'pti deb yashagan odam uchun o'lim tutilish. O'lim keldimi, u vaqtdagi pushaymon hech qaysisi asqatmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisida deydi: "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunyo mu'minning turmusiga o'xshaydi deydi. Mu'min kofirga o'xshash, nimani xohlasini qilib yashamaydi. Uning oldida to'saqlava, ma haram, ma xato deb uni qilmaydi. Va jannatul kafir. Kofirning jannati deydi. Kofir xohlagancha yashaydi, ammo haqiqiy huzurni topalamdi, topolmaydi. Chunki jannatdagi narsalarningki dunyodagi narsalarga silishtirg'ilimi bo'lmaydi. Shunga har birimiz Alloh subhanahu va taolaninki Al-Qobiz ismininki namoyon bo'layotganligini his qilib, buning qarshi har birimiz o'zimiz ideya jihatdan va amaliy jihatdan tayyorlikda bo'lishimiz kerak. Bu Alloh subhanahu va taolaning Al-Qobiz, ya'ni jon berishdan iborat shunday bir ism bor ekan. O'ylab qarashinglar mumkin, bu o'lim degan bir yomon ish. Hammamiz chunki o'limdan qo'rqamiz, yomon ish deb. Amaliyotda o'lim mohiyati bilan tushunsak yomon ish emas, birodarlar. O'lim biz bayda o'tgandek bir hayotdan yana bir hayotga yo'tkilish. Ma qisqa imtihon
imtihan meydanından ebedi bo'lgan bir hayotga yetkilish. Masalan, bizning o'lib ketgan balkim tuqqanlarimiz bo'lishi mumkin. Ota-onamiz va hammamizning ota-onamizdan kurashimiz va payg'ambarimiz bilan kurashimiz va sahobalar bilan kurashimiz va har ulug' o'tgan odamlar bilan kurashimiz va o'lib ketgan. Bular bilan kurashish uchun o'lishimiz kerak. O'lmayib kurashish olmaydi. Demak, biz o'lgan vaqtdan keyin ana shu ota-onamiz bilan, tuqqanlarimiz bilan, sahobalar bilan, payg'ambarimiz bilan kurashalaymiz. Shuning uchun o'lim bir visal ishki, o bir uchrashish. Qandayga nisbatan haqiqiy mu'minga nisbatan o'zining nafsini yengib yashagan yoshga nisbatan. Shundaqla o'lim abadiy hayotning boshlanishi. Hammamizning qalbida bir o'lmaslik intilishdan iborat bir tuyg'u bor. Masalan, shayton Odam alayhisalomni qanday ozdurdi? Ma daraxtni yeysanglar, mangu qolasizlar, o'lmaysizlar deb ozdurdi. Odam alayhisalom ashuni gapga kelib daraxtni yop soldi. Mangu qolasizlar degan gap har bir odamni qiziqtirdi. Chunki bizning hammamizning xayolda bir o'lmaslikdan iborat bir xil orzuyimiz bor. Shunga kasallik bo'yicha davomimiz. Bu tuyg'u nereden keldi? Aslida inson o'lmaydigan, abadiy yashaydigan bir maxluq. Ma o'lim orqali ma hayotdan yana bir hayotga yetkilimiz. Yani ölüm ebedi hayatga içilgan bir işik. Şuna Allah Teala'nınki El-Qabiz ismi herkes mi korkunç bir iş bulmasın. Belki nayet güzel bir nasihat asli. Gafletga tushib qolganlarga nisbatan bir nasihat. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kafa bil mauti va'iza. Nasihat lozim degan odam o'limni eslasa osh yetarlik deydi. Netchi qilingan tabliğdan agar o'limning inson mohiyatini o'ylasa, aql bilan o'ylansa qo'rqinchli o'lim degan. O'lim degan gap sen mohiyating ketsa, yo'q bo'lsa, qilgan ishlarning hammasini hisob bersa degan gap bu. Bunda bir ish bor ekan, bunda bir jiddiy haqiqiy bo'lgan bir ish bor ekan, inson hamda yani gafletten uyg'onmaslik, yani o'zining kimligini bilmaslik, yani dunyodagi vazifasini bilmay, ko'ngil tortgan ishlarning keyinda mengib yashashi haqiqatan ozg'unlikdan boshqa narsa emas. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu xil gafletga petib yashashdan saqlasin Alloh subhanahu va taolo. Undan boshqa Alloh taoloning Al-Qabiz ismining ikkinchi bir ma'nosi u bo'lsa-mu tark qilguvchi degan gap. Bir mu'minni ogohlantirish uchun va yoki adablash uchun yoki xato ishni yondirish uchun Alloh taolo ba'zi vaqtda rizqini tark qiladi Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo bu Qur'on Karimda oyat aniq qilib, "Walau basatallohu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi." Alloh Taala o'zining bandalariga rizqni keng qilsa, u haddan eshishi mumkin deydi. Alloh Taala ba'zilarga rizqni tar qiladi. Qabiz sifati bilan nimishqa? Agar uning rizqini bek ko'p bersa, u haddan eshidi. Uchinchi ma'nosini bilsanglar, qabizningki qalbning ba'zan chaqda tar qilish. Ya'ni ba'zi vaqtda sizlar bildigan narsani demaysiz. Hatto yadagan narsani demaysiz. Ya'ni ishinglar bir xil tutib qoldi, zihninglar tutib qoladi. Bu nereden keldi bu? Kim tutdi buni? Alloh Taala qabiz bilan bizga o'zini his qildirish. Shundaqla ey inson o'zining aqliga ishonma, o'zining yodlash qudretiga ishonma. Buni his qildirish uchun Alloh Taala ba'zi vaqtda insonningki zihnini tutib qo'ydi. Ba'zi vaqtda rizqini qisib qo'ydi. Mana bu shundaq o'zininki sifatini namoyon qilib turadi Alloh subhanahu va taolo. Alloh Taala hammamizga o'zininki qabiz bilan namoyon bo'lgan, o'limni har vaqt eslaydigan va o'limga tayyorlik qilib yashaydigan, yaşamaydigan, o'zining dunyodagi yaratilish g'oyasini bilgan, haqiqiy taqvodor, iymon bilan yashagan nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bu dunyo imtihonidan hammamizni o'tkazishni nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo dunyoga oldinib, mushu dunyodan jannat izlaydigan, ko'ngil tatqinning hammasini qilib, haqiqiy jannatini qo'ldan beradigan, bunda g'afil kishilarning qatoridan qilmasin Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo hammamizni iymonimizni mustahkam qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.